Bugun sizga biometrik ro'yxatdan o'tish va yo'l transport chiptasini kaftingiz bilan to'lov qilgan holda sotib olish yo'lini ko'rsataman. Ma'lumotlaringizni kiriting, so'ng shaxsingizni tasdiqlash uchun yuzni skanerdan o'tkazing. Identifikatsiya muvaffaqiyatli yakunlanganidan so'ng tizim sizga kaft skanini ro'yxatdan o'tkazishni taklif qiladi. Avval o'ng, keyin chap qo'lingizni infokioskdagi maxsus skaner ustiga tuting. Qurilma tomir chizig'i kabi noyob biometrik belgilarni skanerlaydi. Olingan ma'lumotlar avtomatik ravishda ro'yxatdan o'tkazilgan yangi Octobank virtual kartasiga bog'lanadi. QR kodni skanerlang va Octomobile ilovasiga o'ting. Karta ishga tushishi bilan sizga avtomatik tarzda ikkita bepul qatnov bonus sifatida taqdim etiladi. Ko'rib turganingizdek, jarayon juda ham tez, oson va qulay. Bugunoq buni o'zingiz sinab ko'rishga shoshiling.